Tayyor bir xonali uy mebel texnikalari bilan sotilyapti. Lokatsiyamiz ham juda ham yaxshi. Domimiz yo'lingizda joylashgan. Yunusobod 4-kvartal, bir xona 2-etaj, 4 etajli dom. Orientirimiz esa Shohsaroy to'yxonasi. Remontimiz juda ham yaxshi, kirib yashaydigan uy, hamma mebel texnikalari bilan sotilyapti, uzr so'rayman. Ijaraga qo'ysanglar ham indamay $400 atrofida ketadi. Umumiy maydonimiz esa 42 kvadrat metr. Kirushimizlarni prixoshkamiz, stroyniy shkafaramiz qilingan, to'g'rimiz esa zal xonamiz boshlanadi. Bir xona, ikki xona qilinmagan, полноценный bir xona. Xohlasanglar buni ikkita xona qilsanglar ham bo'ladi. Mehki mebellarimiz bor, konditsioner, televizor, hamma neobxodimiy narsalarimiz bor. Hech narsa uyga o'tirmaysizlar. Uyimiz tayyor. Bu esa sanuzelimiz joylashgan, sanuzelimiz samishoniy qilingan. Sanuzelarimiz ham chiroyli qilib kafillik qilingan. Bu esa kuxnyamiz. Kuxnyamiz ham kompaktniy. Kuxni garnituralarimiz bor. Gaz, xolodilnik, stiralka, stol stullarimiz ovqatlanib o'tirishimizga yo'l yuzida joylashgan. Investorlarimiz uchun juda ham yaxshi variant. Narxga keladigan bo'lsa, narxini uy egalari 54 ming started narx deb aytishyapti. Kvartiramiz ma'qul kelgan bo'lsa, bemalol kelib savdo qilishingiz mumkin. Oson uylar biz bilan oson. Rahmat, sog' bo'ling.